Men Raimov Humoyun, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya fakultetini 2-kursini tugatdim. Bugun mana Talaba Expo'ning 2-kuni. Har xil kompaniya, banklar bilan tanishib chiqdik, ularning vakansiyalarini, ish beruvchining talablarini ham o'rganib chiqdik va bugun men mana banklardan o'zimga kerakli va o'zimga to'g'ri keladigan ish topdim. Bizga yaratilgan bu imkoniyatdan juda xursandman, chunki bunaqa imkoniyat bo'lmaganda men ish beruvchi talabini bilmasdim va o'zim keraklik bo'lgan vakansiyani ham topa olmasdim. Mana endi har bitta talaba o'qish bitirgandan keyin ish kirish niyati bo'ladi va har bitta ish beruvchini eshigini taqlab yurgandan ko'ra bitta joyga yig'gani biz uchun juda katta plus bo'ldi. Bu juda katta imkoniyat. Bu imkoniyatlardan yoshlar albatta foydalanib olib qolish kerak. Iloji boricha ko'proq ma'lumot olish kerak o'zi uchun. Men bu kelajakka qadam dasturi asosida tashkil etilgan Talaba Expo 2026 loyihasi asosida tashkil etilgan ko'rgazmada 2 kundan beri ishtirok etyapman. Bunga sabab meni o'g'lim, farzandim 1-kursni tamomladi Toshkent davlat texnika universitetida. Shu maqsadda 2-kurs 2-bosqichga o'tgan mahalida kunning 2-yarmida ish bilan band bo'lish yoki biron bir kursni egallash maqsadida o'zimni qiziqtirgan yoki farzandimga mos bo'lgan yo'nalishlar bilan tanishish maqsadida maslahatlar olib, kurslar bilan tashkil etilgan kurslar bilan tanishib kelyapman. Bu tashkil etilgan imkoniyatdan unumli foydalansa, har bir talaba yosh yoki farzandlarimiz yoki ota-onalarimiz to'g'ri yo'lni tanlashiga juda ham zo'r imkoniyat. Bu imkoniyatdan maksimal darajada foydalanish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari, meni o'zim ham yozgi ta'til mavsumida til kurslarini bitirib, maqsadli ravishda biron bir sertifikatning egasi bo'lish tarafdoriman. Tashkilotchilarimizga juda ham katta rahmat.